Ota-bobolarimiz shunday bo'lishganki, yetimni ko'rpachasiga o'tirmaganda, shu kir bo'lib qolsa, shuni kirligiga qiyomatda Xudoning oldida javob beraman deb. Yetim deb kim aytadi desa, yetim deb otasi o'lgan, onasi bilan qolganni yetim deydi. Bizda shunaqa bo'lib qoldiki, u yetimmi, u boshqami, o'ldimi, u ehson qilish kerak. Domla boshiga kirib boramiz, shu yetimni molini shu joyda yeymiz go'yoki. Bir narsani bilib qo'yaylik. Ayniqsa mana shu akasi o'lib, ukasida jiyanlar qolgan birodarlarim. Siz ikkita narsani o'rtasida turibsiz. Yo jannatni, yo do'zaxnikisiz. Agar akangizdan qolgan o'sha yetimni molini o'z joyiga qo'yib bera olsangiz, Rasululloh bilan jannatda mana shunday bo'lasiz. Nafsiz g'olib kelib, yetimning molini yeb qo'yadigan bo'lsangiz, qiyomatda jahannam sizga bo'ladi. Siz jahannamniki bo'lasiz. Ko'p eshityapmiz, akasi o'lgandan keyin kendisini otasini uyiga haydab borib, akasidan qolgan uyni bo'lib olayotgan birovlar chiqib qolyapti. Allohdan qo'rqinglar. Dunyoda-yu mayli javobgarlikdan qochib turib ketarsiz. Qiyomatda nima deb javob berasiz? Qiyomatda Alloh bilan ro'baro kelgan paytda, yetim molini so'ragan paytda, o'qigan namozingiz, tutgan ro'zangiz, qilgan hajingiz bilan javob berasiz shunga. Yetimning molidan nihoyatda hazar qilishlik kerak. Buni nihoyatda turlari ko'payib ketib qoldi. Oxiri pul topishda oson yo'li o'laroq borib bir yetimni asrab olgan bo'lib, davlatdan beriladigan pulni yeb, ichib, oxiri yetimni ko'chaga haydayotgan holatlarning guvohi bo'lyapmiz. Aslida siz bilan biz musulmon o'laroq vazifamizda yetimni boshini silashlik. Endi tirik yetim holiga tashlab qo'ygan otalar, va akalar, o'lib ketamiz lekin. Ko'zinglarni ochinglar. Bolani dunyoga keltirib qo'yib, uni alimentini bermayotgan yoki bo'lmasam oylik haqingizni qisqartirib yozib olib borib, go'yoki bolangizdan qisqartirayotgan Xudodan qo'rqing. Mard bo'lib dunyoga keltirdingizmi, ota bo'lib otaligingizni qiling. Aks holda uning javobgarligi ham nihoyatda yuqori bo'ladi azizlar.